Assalomu alaykum hammaga. Bugun 11 fevral 2026-yil issiqxonada uzum qalamchalarini ko'chat qilish uchun mana shu holatda suqib chiqdik. Mana bu ariqdan suv keladi. Bu pushtani balandligi qarib 1-2 qarich. Mana shu holatda. Bu oddiy xalta, qop. Bu yerni namini qisman saqlash va begona o'tlardan saqlash uchun qilingan. Bunga plyonka ham qilsa bo'ladi, lekin plyonkadan nami uchib ketmay, osti loy turadi. Havo kirmaydi, kislorod yo'q plyonkaning ichida. Shu uchun xaltadan foydalanganman. Xalta har qanday yaxshi. Bu tomoni ochiq turishi kerak, bir tomoni, chunki bu yoqdan havo kirishi kerak, nami uchishi kerak. Ko'p ham loy holatda ildizlari chirib yoki chirimasa ham yaxshi yurishmaydi. Baribir ildizga qisman bo'lsa ham kislorod kerak. Shuning uchun shu holatda qilingan. Bular R30 va R13 novdalarimiz. Mana shu holatda bunday bir qarichdan sal ziyodroq qilib suqilgan. Ikkalasining orasidan bu tomonida bunday suqilgan. Hozircha shu holatda novdalarimizni mana shunday qilib kesib, arra bilan chetlari tilib chiqilgan. Uchi kirishi uchun mana bundayroq qilib, yonaroq qilib kamonni o'qini uchiday qilib tayyorlangan. Xudo xolasa bularni teshib har bir qarichga suqib chiqamiz. Mana bu pindikni bu tomonidan yona qilib kesilsa kamonni o'qini uchiday bo'ladi. Agar bu tomondan kesilsa unchalik uchlik bo'lmaydi. Shuning uchun pindikni orqa tomondan kesilsa kamonni uchiday bo'ladi. Yerga kirish oson bo'ladi.